Pazandalarim, sizlarga yangi retsept bilan keldim. Faqat bittagina shartim bor. Qizil yurakchani bosib qo'yib, jarayonni kuzating. Maydaroq bo'lgan tovuq oyoqchalarini olib, pichoq bilan kesib chiqasiz. Tuz, ziravorlar, maydalangan chesnok va yarimta limon suvini siqasiz. Soya va asal solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Asalni umuman farqi yo'q. Suyuqroq asal bo'lsa bo'lgan. Yaxshilab aralashtirib, 20-30 daqiqaga olib qo'yamiz. Marinovka bo'lgan tovuqlarni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib, limon bilan birlashtirib qo'yasiz. Ko'rinishi juda antiqa. Limon bilan birga pishgan tovuqning mazasiga juda ham qiziqdim. Sizga ham qiziqmi? Video oxirida mazasini qanday chiqqanini aytaman. Garniri uchun guruch pishirib olamiz. Qizib turgan yog' va saryog'ga bulg'or qalampiri, piyozlarni solamiz va ketidan guruch solib, tuz bilan yaxshilab qovurib olamiz. Jo'xori bilan no'xat qo'shib, keraklicha suv qo'shamiz va 15 daqiqaga o'rtada pastroq olovga dimlab qo'yamiz. Yetilib pishgan guruchlarni laganga solamiz. Tovuqni mazasiga keladigan bo'lsam, bunaqa mazali tovuqni hali hech qachon yemaganman. Bir marta bo'lsa ham bu taomni albatta tayyorlab ko'rishingiz kerak. Noodatiy taomlarni yaxshi ko'radigan yaqiningizga yuborib qo'ying. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.